İlham və intizamdan önümlük foydalanish. Nişanğa yetmekçi bolğan kişi barlıq iqtidarini jari qıldırışı lazım. Bu deganlik insonlar maqsadga yetish uchun sog'lom bo'lmagan usullarni qo'llansa bo'ladi deganlik emas. Maqolaning mavzusida deyilganidek, masala ilhom bilan intizomning farqida. İlham bilan intizom hamisha bir-birini chetga qoqmayla qolmasdan, aksicha ularning bir-birini to'liqlaydiganligini tushunishda. Shunga muvaffaqiyat qozonish uchun bu ikkisidan unumli foydalanish va ularni texmi mukammallashtirish lozim. Sir shuki, mubodo bu ikkisidan unumli foydalanishni bilsangiz, xohlagan maqsadingizga yeta olasiz. İlham va intizom degan nima? Nimishqa ularni muhim deymiz? İlham insonlarni harakatlantiradigan yiqilg'u deb tasvirlashga bo'ladi. U mayli shaxsiy yoki kasbiy hayotingizda bo'lsin, sizni olg'a ilgarilatadigan uchqun. U ba'zida ichingizdan chiqsa, ba'zida tashqi sababdan paydo bo'ladi. Ichki ilhom bu shaxsiy mamnuniyat, muvaffaqiyat tuyg'usi yoki haqiqiy yoqtirilgan ishni qilishdan erishgan xushallik qatorliq ichki omillardan paydo bo'lgan harakatlantiruvchi kuchni ko'rsatadi. Tashqi ilhom bu iqtisodiy jihatdagi taqdirlanish va rag'batlantirishlarni, ya'ni maoshning o'sishi, e'tirof qilinish, maqtalish, qo'lga keltirilgan yaxshi natijalar qatorliq tashqi omillardan paydo bo'lgan harakatlantiruvchi kuchni ko'rsatadi. İjtimoiy ilhom bu bir to'plamga qo'shilish yoki e'tirof qilinish istagi tarafidan qo'zg'atiladi. Ya'ni qurdoshlarning bisimi, oila qimmat qarashi, hatto madaniyat qiliplari qatorliq har xil ijtimoiy omillardan paydo bo'lgan harakatlantirish kuchni ko'rsatadi. Mubodo ilhomga kasbiy taraqqiyot nuqtasidan nazar soladigan bo'lsak, tövandagidek yana bir qancha misollarni ko'ra olamiz. Xizmatiga bo'lgan qizg'inlik. Nurg'un kasbiy xodimlar shug'ullanayotgan kasbini chin dilidan yaxshi ko'rgachga, xizmatiga nisbatan nihoyat qizg'in bo'ladi. Bu qizg'inlik ularning faqat o'zini beg'ishlash ruhini emas, balki muvaffaqiyat qozonish ehtimolligini oshiradi. Iqtisodiy nishonlari. Aniqki, iqtisodiy kirimini ko'paytirish istagi kuchli harakatlantiruvchi kuch bo'la oladi. Bundaq bo'lganda, iqtisodiy muqimlikni saqlab, oilasini qamdag'ili va rohat turmush kechirishga sharoit hozirligida bo'ladi. Kasbiy taraqqiyot. Kasbiy taraqqiyotga bo'lgan intilish va arzu insonni texmo yaxshi izlanishga yoki qo'shimcha salohiyatga erishish uchun tirishishga ilhomlantira oladi. E'tirof qilinish va xizmat kapolati. E'tirof qilinishga va xizmat kapolatiga erishganlar o'z rolini yaxshi ado qila oladi. İntizam deganlik odamlarning ish harakatlari, xulqi va xohishlarini kontrol qilish iqtidori bo'lib, bu iqtidorlar ma'lum nishonga yetishni osonlashtiradi. Buning uchun qoida prinsiplarni o'rnatish, qiyinchilik yoki diqqat chechiladigan ishlarga duch kelgandimi, bu prinsiplarga qat'iy amal qilish lozim. İntizomning ba'zi muhim elementlari. O'zini tarbiyalash. Bu insonlarning o'zining harakat va xulq mijozini tashqi bisimsiz kontrol qilish qobiliyatini ko'rsatadi. Bu aniq nishonlarni bekitish, plan tuzish va uningga izchil amal qilishni talab qiladi. Vaqt boshqarish. İntizom ko'pincha vaqtni unumli boshqarish iqtidorini ko'rsatadi. Bu muhim vazifalarni oldingi o'ringa qo'yish, kechiktirishdan saqlanish va nishonga yetish uchun yetarli vaqt taqsimotiga kapolatlik qilishni o'z ichiga oladi. Kasbiy jihatdan taraqqiy qilishda intizom intayin muhim. Uning qo'llanilishi mundaq: izchillik. Intizom muqim xizmat axloqini saqlashga yordam bera oladi. Ya'ni xizmatga vaqtida kelish, muhlatga amal qilish va izchil holda eng yaxshi holatda tirishish. Mahorat yetildirish. Kasbda ilgirlashni xohlaydiganlar shu jihatdagi mahorat va bilimni cho'nqur egilishi kerak. Intizomga bo'ysunganda o'g'inish va taraqqiyot uchun yetarli ravishda vaqt ajratishga kapolatlik qiladi. Kasbiylashish. Kuchli xizmat axloqini saqlash, shirkat siyosatlariga hamisha amal qilish va duch kelgan har qanday qiyinchiliklarni salmoqlik bilan hal qilish doim intizomchanlikni talab qiladi. İlham bilan intizomni tamponlashtirishning muhimligi. İlham bilan intizomni o'zaro chatga qiqish ufqumi deb qarashning o'rniga, ularning o'zaro munosabatini e'tirof qilish texmi to'g'ri.
Muvaffaqiyatga erishmoqchi va o'zini yetildirmoqchi bo'lgan kishilar uchun ilhom bilan intizomni tamponglashtirish intayin muhim. Ilhom nishonga yetish uchun dastlabki harakatlantirgich kuch va qizg'inlik ato qiladi. Ammo intizom kishilardagi ilhom tuvallab ketgan mezgillardami to'g'ri yo'lda menish va uzluksiz ilgirlashga kafolatlik qila oladi. Bu ikkisini tamponglashtirish nihoyat muhim deyishimizga sabablardan biri shuki, faqat ilhomga tayinish muqimsizlikni keltirib chiqarishi. Shundaqla qiyinchilik va mag'lubiyatga duch kelganda ulardan g'olib kelishga yetarlik yordam bera olmasligi mumkin. Yana bir sabab bo'lsa, intizom, qurilma, vaqt boshqarish jihatlarida qiyinchilik va to'solg'ularga uchragandimi, chidamliq bo'lishni ro'yobga chiqarib, qat'iy davomlashtirishga kafolatlik qila oladi. İlham bilan intizomni haqiqiy tamponglashtira olganda nishonga oson yetkili bo'ladi. Shundaqla ruhiy sog'lomlikqa kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Bu ikkisi o'ttirisidagi tamponglikni tepish kasbiy hayotingizning muvaffaqiyatli bo'lishining ochqichi bo'la oladi. İlhamning afzalligi va kamchiligi. İlhamning hamisha yaxshi narsa emasligini bilganingizda hayron qilishingiz mumkin. U insonlarning iqtidori va sog'lomligini oshirishda ham afzallikka, ham kamchilikka ega. İlhamning afzalliklari. Ishlab chiqarish unumini o'stirishda ilhom kuchli bo'lsa, xizmat unumi va ishlab chiqarish unumi yuqori bo'ladi. Vazifalar vaqtida shundaqla texmi astoydillik bilan tamomlanadi. Ijobiy tafakkurni kuchaytirishda ilhom kuchaysa, umumiy tafakkur iqtidori kuchayadi. Shuning bilan birga ijobiy, umidvor hamda qila olayman deydigan pozitsiyani ilgari surishga yordami bo'ladi. Bularning hammasi boshqalarga ta'sir ko'rsatadi va ilhom beg'ishlaydi. Ilhom o'zini yetildirish va taraqqiy qildirishni ilgari surish bilan birga kishilarni rohat balvig'idan chiqib, yangi mahorat va bilimlarni egallashga ilhomlantiradi. Faqat ilhomga tayinib qilishning kamchiliklari. Yuqorida deyilgandek, ilhomning hammasi hamisha yaxshi bo'lavermaydi. Bo'libmi, yolg'iz uningga tayinib qolganda texmi shundaq. Uning misollari tuvandikicha: turaqsizlik. Ilhom insonlarning ruhiy kayfiyatiga hamda ba'zi tashqi omillarga bog'liq bo'lg'achqa, agar ilhom kelmaganda nishonga yetishni yoki vazifalarni ijro qilishni davomlashtirg'ili bo'lmaydi. Masalan, ilhom doim e'tirof qilinish yoki taqdirlanishning ta'siriga uchrab turg'achqa, bundaq tashqi omillarning qiziqtirishi kamchil va yoki ma'lum o'zgarishlar bo'lsa, ilhomni kamchil bo'ladi yoki yo'qaydi. Uningdan boshqa, agar nishonga yetish ancha muhim bo'lmay qolganda, uni amalga oshirishdagi qizg'inlikmi tuvallab ketadi. Shundaqla yetarlik ilgariy olmaslikmi ilhomni to'sib qo'yishi mumkin. Muqimsizlik. Ko'pincha hollarda yangi bir tur dastlab boshlanganda, uningga nisbatan qizg'inlik to'lib toshgan bo'ladi. Ondan oxirlashga oz qolganda, ya'ni nishonga yaqinlashgan sari qizg'inlikmi yuqori pallaga chiqadi. Ammo turning o'ttir bosqichiga kelganda hamda qiyinchilik va to'solg'ularga uchraganda, xuddi tong atmas kecha bo'layotgandek bir izida to'xtab ilgariy olmay qoladi. Bundaq muqimsizlikda ilhom ojizlashadi. Uning ustiga bu bosqichda osonli charchash va besim his qilganda ilhomning texmi tuvallishini keltirib chiqaradi. Dal shu chaqda xuddi tur oxirlashay degan chaqdagidek qizg'inlik bo'lmasa, ilhomni qayta jonlantirmoq tasga to'xtaydi. İntizomning afzalligi va kamchiligi. İntizomning insonlarning shaxsiy va kasbiy hayotida bir qator afzalliklari borligida shak yo'q. Shuning bilan birga, xuddi ilhomga o'xshash uning kamchiliklari bor. İntizomning afzalliklari. O'zini kontrol qilish. İntizom o'zini kontrol qilish va uzun muddatli foydalarni qo'g'lash uchun osonlik qanoatlanishga qarshi turish iqtidorini o'z ichiga oladi. U insonlarning texmi oqilonalik bilan tanlashiga, o'zini bosolmay salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishdan saqlanishiga yordam bera oladi. Javobgarlik. İntizom kishilarni texmi mas'uliyatchan qilib yetadi. Inson o'ziga nishon va talablarni bekitgan chaqda harakatlari va qarorlari uchun javobgarlikni ustiga olgan bo'ladi. Bu jarayon o'zini taraqqiy qildirishga va texmi pishib yetilishga yordam bera oladi. Diqqatni markazlashtirish va texmi ko'ngil qo'yish. İntizom kishilarning diqqatini boshqa ishga chachmay, ko'z oldidagi vazifalarga markazlashtirishiga yordam bera oladi. Butun asiyodini yetmoqchi bo'lgan nishoniga qaratish orqali
ish unumini o'stirishga hamda texnik yaxshi natijalarga erishishga yordam bera oladi. Ziyoda intizomchanlikdan kelib chiqadigan kamchiliklar. Siz balkim hamma ishning normidan oshqini ziyonli degan so'zni anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu intizomga mos keladi. Haddidan ziyoda intizomchanlik yoki qattiqlikning ba'zi kamchiliklari bo'ladi. Ular tovanlikcha: besim va charchash. Agar siz nishonga yetishni qo'g'lashib, orom olish va dam olishga ko'ngil bo'lmasangiz, bu so'zilma xarakterlik besim va charchashni keltirib chiqaradi. İntizamga bak qattiq amal qilaman deb haddidan ziyoda jafoliq ishlasangiz, bu ruhiy va jismoniy sog'lomligingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moslashuvchanlikning kamchil bo'lishi. Haddidan ziyoda intizomchanlik sizni qatmal va o'zgarishga qarshi qilib qo'ydi. Qattiq tartib yoki planga amal qilish sababidan kutilmagan ahvollarga yoki fursatlarga moslashishda qiynalib qolishingiz mumkin. Ijodchanlikning tuvanlishi. Haddidan ziyoda intizomchanlik ijodchanlikqa va yangilik yaratish ideyalarini qabul qilishga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ijodchanlik ko'pincha bahuzur va ochiq fikrli kishilarda yuz beradi. İlham bilan intizomning birlashishi. Bu ilham yoki intizomning birini tanlash masalasi emas. Masalaning tuguni ikkisini birlashtirish. Bu ikkisini birlashtira olsangiz, nishonga yetish va har xil ishlarda muvaffaqiyat qozonish iqtidoringizni zo'r darajada oshira oladigan kuchli birikimga erisha olasiz. Agar bu ikkisini muvofiq taqsimlashtira olsangiz, ularning kuchli taraflari bir-birini unumli to'liqlay oladi. İlham bilan intizomning o'zaro bir-birini to'liqlashi. İlham yo'nalishni belgilaydi. İlham biror vazifa yoki nishonni boshlashingizga turtki bo'ladigan dastlabki uchqunni ta'minlaydi. U asosan nishon boshlag'uchi va belgilovchi rolini o'ynaydi. İntizom qurilma bilan ta'minlaydi. İlham sizni harakatga keltirgandan keyin intizom sizniki ilhom tuvanlashga boshlagan taqdirdami nishoningizga qarab izchil ilgarilishingizga kapolatlik qiladi. Vaqtingizni nishoningizga mos keladigan usullar bilan unumli boshqarishga yordam beradi. İlham sizni rag'batlantiradi. İlham g'ayratingizni va aktivligingizni qo'zg'ata oladi. Qiyinchiliklarga duch kelgandami kuchingiz va irodangizni yuqori ko'tara oladi. İntizom ijro qilishni kapolatlantiradi. Mubodo ilhomingiz ma'lum sabablar tufayli tuvanlab ketsa, intizom nishoningizdan adashmaslikqa, planingiz bo'yicha ijro qilishga kapolatlik qiladi hamda zarur bo'lgan qurilma va chidamchanlik bilan ta'minlaydi. İlham o'sishni ilgari suradi. U sizni texmi yuqori nishonlarni bekitishga undaydi va ilhomlantiradi. Yangi xiraslarni qabul qilishga va uzluksiz yaxshilashga ilhomlantiradi. İntizom taqsimlashtirishni kapolatlantiradi. İntizom va o'zini kontrol qilish taqsim qaror chiqarishingizga va hayajonli tanlashlardan saqlanishingizga yordam beradi. Buningdan boshqa, u sizning o'zingizga ko'ngil bo'lish uchun vaqt chiqarishingizni kapolatlantiradi. Haddidan ziyoda charchashning oldini oladi. To'g'ri taqsimlikni tepishdagi tavsiyalar. Agar nishoningizga yetishni amalga oshirish bilan birga sog'lomligingizni saqlab qolishni xohlasangiz, ilhom bilan intizom o'tirisidagi to'g'ri taqsimlikni tepishingiz muhim. Bu taqsimlik hammalarga xos bo'lib, vaqtning o'tishiga ergashib ba'zi sinoq va taqshashlarni talab qilishi mumkin. İlhamni kuchaytirish strategiyalari. Mubodo ilhomingizni yuqori ko'tarmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi bir qancha taklifga quloq soling. Sababini biling. Nishoningizga yetishning nima uchun muhimligini oydinlashtiring. Agar nishoningizni qimmat qarashingiz va qiziqishingiz bilan bog'lay olsangiz, ichki harakatlantiruvchi kuchingizni oshira olasiz. Ko'zitish taxtasi yasang. Arzuyingizni ifodalaydigan rasmlar va so'zlar bor ko'zitish taxtasi yasash orqali nishonlaringizni tasavvur qilib beqing. Uni ko'rib turadigan o'ringa qo'ying. Shunday qilsangiz, nimaga qarab tirishayotganligingizni doim esingizda saqlay olasiz. Ijobiy jazmlashtiruvchi so'zlarni ishlating. O'zingizga nisbatan salbiy so'zlarni ishlatishning o'rniga ijobiy va jazmlashtiruvchi so'zlarni ishlating. O'zingizning qobiliyatingizni va hozirgacha qo'lga keltirgan natijalaringizni o'zingizga qayta eskartib turing. Muvaffaqiyatingizni tasavvur qiling. Kunda bir necha minut vaqt sarf qilib, barliq nishonlaringizning amalga oshgan ko'rinishlarini tasavvur qiling. Bu xil tasavvur ilhomingizni va ishonchingizni oshira oladi. Natijalaringizni tabriklang. Qozongan natijalaringiz mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin, tabriklang.
Mukofotlanish, e'tirof qilinish va o'z-o'zingizni maqtash ilhomingizni kuchaytiradi. Intizomni yetildirish usullari. Mubodisiz ilhom ko'p, intizom kamchil bo'lsa, ansirmang. Yaxshi xabar shuki, hozirmi kechikmadingiz. İntizamni yetildirish va kuchaytirishning bir qancha unumli usullari tuvandikcha. Kundalik odatlarni yetildiring. Nishonlaringizga asosan kundalik yoki haftalik odatlarni yetildiring. Bu kundalik ish tartibingizda izchillikni shakllantiradi. Vaqtning o'tishiga ergishib, intizomchanlikni yetildirishingizga yordam beradi. O'zingizni kontrol qilishni o'rganib oling. Diqqatni chachadigan narsalarga qanday taqobil turishni, rozimanlikni kechiktirishni hamda hayajon bilan qaror chiqarmaslikni o'rganib oling. Muhlat bekiting. Har bir vazifa yoki turlar uchun aniq muhlat belgilang. Bu xil ta'xirsizlik tuyg'usi qurilma va javobgarlikni ta'minlash orqali intizomni kuchaytiradi. Xulosa: ilhom bilan intizomni silishtirishning o'rniga bu ikkisini qanday tamponlashtirishni o'rganib oling. Esingizda bo'lsinki, ilhom dastlabki harakatlantiruvchi kuchni va qizg'inlikni paydo qilishning ochquchi. İntizam bo'lsa, qurilma va qat'iylik bilan ta'minlaydi. Hamda ilhom o'zgarib turgan ahvoldami muqim ilgirlashni saqlab qola oladi. İlhom sizning ahamiyatli nishonlarni bekitishingizga hamda orzu qilgan natijani tasavvur qilishga ilhomlantiradi. Yana bir tarafdan intizom bu nishonlarni boshqarg'ili bo'ladigan qadam bosqichlarga bo'lib, markazlik holda va uzluksiz holda tirishchanlik ko'rsatishingizga yordam beradi. İlhom va intizomning xususiyatlarini yetildirish uchun bir mahal vaqt ketishi mumkin. U ikkisini o'zingizning uslubiga mos keladigan holda tamponlashtirishni o'rganib olishingiz uchun texmi ko'p vaqt ketadi. Qiyinchiliklarga duch kelganda ulardan savoq oling. Natijalaringizni tabriklang. O'zingizni yetildirishga foydali ideyalarni qabul qiling. Bu muhim nuqtalarni egilganda vaqtning o'tishiga ergishib ilhomingiz va intizomingiz kuchayadi. Qancha ko'p mashq qilsangiz, ularning yoshirin kuchini shuncha yaxshi joriy qildira olasiz. Shunday qilgandala, bu sizning nishoningizga yetishingizga yordam berib qolmasdan yana jismoniy va ruhiy sog'lomligingizga kafolatlik qiladi.